O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi E bandi bilan 5 yil muddatdan ozodlikdan mahrum etilganman. Asli Farg'onaliman. 2024-yil shu chet elga qatnab yurardim. Dubayga borardim. O'zbekistonga kelib, qizlar bilan tanishib qoldim. Dubayga olib keting, biz ham shunaqa ishlaylik, biz ham shunaqalik bo'laylik deb, ular bilan Instagram orqali Instagramimda shu podpiskamga qo'shilib, istoriyalarimni kuzatib yurishardi. O'zbekistonga borsam gaplashamiz derdim. Ko'p olib keting, unaqa deb gapirishardi. Havas qilamiz sizga. Keyin shu O'zbekistonga kelib, shu qizlar bilan aloqaga chiqdim. Keyin aytdim, shunaqa ishlasang olib ketaman dedim. Almarina shu Dubayda bir chekka joy. Chekka joyda shu yerda ishlab, diskotekalar bo'lardi. O'sha yerda ishlardik. O'sha yerda gostinitsa bo'lardi. 5-6 kishilik. Shu yerda qizlar bilan ishlab, o'sha yerda yashardik. Keyin u qizlarga O'zbekistonga kelib, men bilet olib berdim Dubayga ketishiga. 6 ta qiz bo'lgan. Keyin shu bilet olib berib, men Farg'onadan Toshkentga kelishim kerak bo'lgan. Shu biletni 2024-yil 11-aprelga olganmiz. Keyin Toshkentga kelib, shu menga 5 ta qiz chiqib ketdi. Men shu vaqtda uchish kerak edi, ularga o'rgatgan edim. Shu vaqtda uchasizlar deb. Bitta qiz qolib ketgan men bilan. U bilan birga uchishimiz kerak edi. Samolyotimiz 5 ta uchish kerak edi. Kechki vaqtda 5 ta. Biz vaqtlarga borib qolganmiz aeroportga. Soat 3larda, 4larda borib qolganmiz. Keyin shu chimodanlarimizni topshirib, shu samolyotga ketayotgan vaqtimizda tezkor xodimlar tomonidan qo'lga olinib tadbirga tushdim. Keyin meni shu tergovga olib borishdi, so'rashdi. Yosh qizsan, bularda qatga olib ketayotding deb aytishdi. Keyin aytdim. Shunaqa qizlarni ishlatgan olib ketayotdim dedim. Sotmoqchimiding dedi. Keyin ha dedim. Shu men sarflagan pulimni o'sha yerda borib menga u qizlar ishlab berish kerak edi. Jinoyatligini bilasanmi dedi menga. Keyin men aytdim yo'q. Bu jinoyatligini bilmayman men. Keyin o'tirdim, sud hukm qildi. 5 yil menga srok berdi. Pushaymonligimni bildirdim. Yoshligimni inobatga olib, chunki 18 ga to'lmagan edim hali. Qo'lga tushganimda menga 5 yil srok berdi. Keyin men shu jazoni ijro etish koloniyasiga 2024-yil kelib jazoni o'taman. Hozir ozgina vaqtim qoldi ko'chaga chiqib ketishimga. Juda ham hozirda pushaymonman qilgan jinoyatimdan. Ayol kishiga yarashmaydi bunaqa joylarda o'tirish, to'rt devor orasida ozodlikda qadriga maslahat bermasdim ayollarga. Chet elga, pullarga, qiziqishlariga umuman maslahat bermasdim. Iloji bo'lsa umuman bu joy ayolning joyi emas. Ayol yashaydigan joy emas. Prezident tomonimizdan hozir yoshlarga mana shu o'qishlar yaratilibdi. Xudo xolasa o'qimoqchiman chiqib. Shu yerda ham hozir sharoitlar bor o'qishga. Mana ota-onam 7 yoshimda o'tganlar. Men onasini qo'rnida katta bo'lganman 15 yoshimgacha. Bitta shu buvam bor. Mana shu 15 yil menga onalik qilib, otalik qilib, hech kimdan kam qilmadi. Hamma narsamni yetarli qilib berdi. Lekin bilmadim bu yo'lga nimaga kirdim. Pul qiziqtirdimi? Lekin juda ham afsusdaman. Men faqat buvamdan kechirim so'rayman. Jigarlarini oldida yuzini yerga qaratib qo'ydim. Pul hech narsaga yordam bermas ekan. Pul deb faqat pul qo'lda kir ekan. Bu mana shu joylarda pul olib chiqib ketolmaydi zonadan. Pul oila bilan tiklanmaydi. Mana shu pul deb shu chet ellarda yurdim. Mana shu puldan mehr topdimmi? Shu chiqib ketdim. Keyin shu chiqib ketib 5 yil deganda keldim. Shu kelib shu mana qamalishim peshonamda bor ekan.
xato qilib, jinoyat qilib o'tiribman. Yig'layman, ichimda yig'layman. Bu yuzim kulgani bilan ichim, yuragim yig'laydi. Oshkora qila olmayman. Ota-onam yo'q. Yig'lab qandaydir chiqara olmayman, faqat ichimga yutaman. Hozirga qilgan jinoyatimdan shuncha o'tirib, shuncha payt shunaqa ko'zim ochildi. Hech qachon bu yo'lga qaytib umuman qaytmayman. Xudo xolasa chiqib maqsadlarim bor. O'qiyman, xudo xolasa. Juda ham afsusdaman bu yo'lga kirganimdan.